bir inson o'sha halol pokiza tirikchilik bilan tashqariga, ko'chaga, bir joyga chiqadigan bo'lsa, bu ham Alloh yo'lidagi chiqishlik hisoblanadi. Demak, mana shu bir necha fazilatlar bilan muborak Ramazon oyida ro'za og'iz, halol pokiza tirikchilik, bu halol pokiza tirikchilik qilishlik ham bu Allohning yo'lidagi bir chiqishlikka o'xshaydi. Alloh yo'lida. Sahobalar bir kuni jamlanib o'tirishganda bir odamja bir boshqacha yurib o'tib ketib oldilar, 2 kun oldilarida. Shunda sahobalar qarab aytishdida, shu dedi, shu yurish Alloh yo'lida, jihodda bo'lganda edi boshqacha bo'lardi deganda payg'ambarimiz aytdi, kim dedi, shu bola chaqamni baqay deb halol pokiza tirikchilik niyatida ko'chaga chiqadigan bo'lsa, ota-onasini xizmatini qilay deb ko'chaga chiqadigan bo'lsa, hammasi Alloh yo'lida. Demak, o'sha bir tirikchilik, bir kasb qilgani chiqamiz, bir ustachilikmi, qanday nima ish bo'lsa ham shu halol pokiza kasbingiz. O'sha niyatimizni yaxshi qilib, bu Xudo xolasa mana shu ishim orqali boshqangi bir halol pokiza yaxshi ishlar, bola chaqamni boqaman, birovga yuzimni suvini oqizmayman, birovga muhtoj bo'lmay, oshinsam ota-onamga yaxshiligiga sarflay deb shunaqa niyatlar bo'lsa, bu ham Xudo yoki mujohidni savobini olar ekan-da. Alloh yo'lidagi ajr savobiga ega bo'ladi. Shuning uchun faqatgina inson qalbida shu narsa yaxshi niyatlarni o'tkazishlik kerak ekan-da. Shu bilan uni odat bilan ibodatga aylanib qolishligiga o'sha niyati asosiy sabab bo'ladi. Undan tashqari mana yaqinda umra ibodatiga borib kelishgan ekan. Alloh taolo o'sha bu ham bir husnul xotima. Xudo xolasa o'sha yerda qilgan ibodatlarini, undan tashqari duolarini Robbim istajob aylagan bo'lsin. Alloh taolo hammamizni ham Alloh bergan umrda yashab bo'lgandan keyin hammalarimizga ham chiroyli xotima ato qilgan bo'lsin. Mana qarilarimiz, kattalarimiz doim duolarida shu ketar paytimizda zabonimizdan deydi, tilimizdan la ilaha illalloh kalimasini olmagin, shahodat kalimasini qo'ymagin deb hamma qariyani duosida shu duo bo'ladi-da. Shu duo qo'shiladi. Bu degani chiroyli xotima, husnul xotima, chiroyli xotimani Alloh Robbim bizga bergin deydi. Allohdan barakotli umr so'raymiz albatta. Qancha barakotli umr so'rasak, qancha uzoq umr ko'rsak bu yaxshi. Alhamdulillah. Lekin baribir Alloh taoloning qonuni bor. Bu o'zgarmaydigan qonun. O'sha tug'ilganki inson bir kun vafot qilishi bo'ladi. O'sha vafot qilayotganda bir chiroyli xotima. Chiroyli xotima degan nima degan? Bu degani biror ibodatni bajarayotganda yoki o'sha bir ibodatga qatnashgani ketayotganda o'sha bir holatda vafot topishligingiz bu husnul xotima deyiladi. Chiroyli xotima. Endi chiroyli xotimaning nima ahamiyati bor desa, insonni bu dunyoda hayoti qanday yakunlaydigan bo'lsa, oxirati ham o'shanga qarab boshlanadi. Agar chiroyli yakun topsa, demak, qabr hayoti, oxirat hayoti hammasi go'zal boshlanadi. Parvardigor hammalarimizni ham mana muborak Ramazon oyining 10-kunida turibmiz. Birodarlar, mana anchadan beri, uzoqdan beri kutgan kunlarimizni 3dan 1 qismi o'tib bo'ldi. Bu kunlardan yaxshiroq bir unumli foydalanaylik. Chunki mana bir go'dak onaning qornidan yangi tug'ilganda uni kimligini qirqib turib bilan birinchi taroziga qo'yishar ekan. Necha kilo tug'ildi bu bola deb shu qog'ozga yozishlik uchun taroziga qo'yishar ekan. Hali ism qo'yishdan avval, hali boshqa ishlar qilinishdan avval, aqiqa qilinishdan avval. Inson bu dunyodagi umrini yashab o'tgandan keyin ham o'lishi bilan, vafot qilishi bilan xuddi onaning qorniga o'xshagan tor bo'lgan qabrga kirgiziladi. O'sha qabrga kirgizilganda birinchi amallarimiz e'lon tortilar ekan. Amallarimiz ko'rib chiqiladi. Boshqa narsa emas. Bu dunyoda qilgan qanday amal, narsa qurdingmi, narsaga ega bo'ldingmi, yo'q. Amallar qildingmi deydi. Farishtalar tarafidan. Demak, Luqmon Hakim o'zini o'g'liga vasiyat qilyotib aytadiki, o'g'lim, har bir insonda bu dunyoda ikkita uyi bo'ladi deydi. Bittasi yerda tepasida bo'lsa, ikkinchisi yerda ostida. Aqlli inson deydi o'g'liga qarab, qaysi uyda ko'proq tursa, o'sha uyini ko'proq obod qiladi deydi. Demak, biz hali barzakh hayotida, qabr degan uyimizda hali qiyomatgacha yotamiz. Lekin o'sha uyni obod bo'lishligi ana shunday toat mavsumlari yilda bir marta keladi.
12 oyda bir marta keladigan mana shunday bir Ramazon oylarida bir ko'proq ibodatni savoblarni kasb qilishlik bilan bo'ladi. Mana bizda bir xunuk odat desak ham bo'laveradi. Mana shu Ramazon oyida shunday bir paydo bo'lib qoldi-da. Avvallari unaqa emasdi yoki men sezmasdim. Bir joyda yengilgina bir xatma qilinadi yoki bir 10 kunlik bir xatma qilinadi. Shu bilan go'yoki Ramazon oyi tugagandek bo'ldi. Endi hayit kutib turiladi. Mana qaranglar. Qorilar bir joyda xatmi Qur'onni tugatsa, Qur'on surasi 114 ta sura Qul a'udhu bi robbin nas bilan tugaydi. Lekin qorilar tugatgandan keyin yana Alhamd surasini, Fotiha surasini, yana Baqara surasini o'qib qo'yadi. Nimaga desa, shu ma'noni bildiradi, ey Robbim, biz seni kalomingni tugatdik, lekin yana boshlashga, yana boshidan o'qishga biz tayyormiz. Biz mushtoqmiz. Yana o'qi desang, yana boshidan mana o'qiramiz. Biz bu qutuldik degani emas, degan ma'noni bildirishlik uchun qorilar Qur'onni tugatgandan keyin boshidan ozgina o'qib qo'yiladi. Ana Ramazon oyi tugashi bilan Shavvol oyida 6 kun roza tutamiz. Bu payg'ambar alayhisolamning sunnatlari. Nimaga? Bo'ldi mana bir oy roza tutdik, qutuldik, bo'ldi endi. Yo'q, yana Shavvol oyida roza tutishlikka tayyormiz. Ey Robbim, seni buyruqlaringni bajarishga tayyormiz. Yana buyursang yana qilaveramiz degan ma'noni bildirishlik uchun bu qutuldik, bo'ldi endi bizga o'zi zo'rg'a turuvdik, tugatolmaydigan ma'nolarni biz bu Xudoga, Alloh taoloning ibodatlariga behurmatlik, beodoblik bo'lib qoladi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, o'sha Ramazon oyidan bir foydalaninglar. Oxirigacha, oxirgi lahzalarigacha bir foydalanaylik. Hammalarimiz masjidlarda obod qilaylik. Allohning uyidan ko'ra choyxona, ovqatxonani ustun qo'ymaylik. Allohning kalomidan ko'ra, Qur'oni Karimdan ko'ra odamning so'zini, maxluqning so'zini ustun qo'ymaylik. Gaplashib o'tirishlar, valahlab gap sotishlar, bu Xudoning so'zidan, Allohning kalomidan ustunmi? Shuning uchun bir masjidlarda obod qilaylik. Mana bizdagi imkoniyatlar, bizdagi fursatlar shunday ham oqsoqollar biladi, bularda bo'lmagan. Hozir ham ba'zi bir musulmonlar bunday imkoniyatlar yo'q. Shuning uchun g'animat bilaylik. Payg'ambar alayhisalom aytadilar, 3 ta inson xor bo'ladi deydi. Ya'ni arablarda burni yerga ishqalsin degani bu bizi mana hamma o'zbek tilida, qirg'iz tilida xor bo'lsin degan. Qanday xor bo'ladi desa, Ramazon oyini topsa-yu, Ramazon oyida ibodat qilib, hamma yaxshiliklardan foydalanmasdan, gunohlari kechirilmasdan Ramazondan chiqadigan bo'lsa, u inson xor bo'lsin. Ya'ni mahrum inson bo'ladi. Mayli ovqat oshxonadan foydalanaylik, yaxshi Allohning ne'matlaridan foydalanaylik, lekin ibodatni hisobiga emas, ibodatni bir chekkaga surib qo'yib emas. Allohning ne'matlaridan foydalanaylik, va hamda ibodatlarda ham chiroyli, ya'ni risoladagidek inshaalloh bajaraylik, duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni avvalambor o'tganlarimizni rahmatli mana o'zgartirib eshitishimcha 4 ta janobat, 4 bu hammasi ibrat, hammasi dars, hammalarimizga bir g'aflatdan bir uyg'onishlik bo'ladi. Alloh taolo o'tganlarni ham, yangi o'tganlarni, shu kungacha hamma o'tganlarni Robbim o'zi oxiratlarini bergan bo'lsin, qabrlarini munavvar qilgan bo'lsin, qolganlarimizga tavfiq bersin. Robbimiz rozi bo'ladigan, Robbimiz yaxshi ko'radigan amallarni ko'p ziyodasi bilan qilishlikni hammalarimizga nasib qilgan bo'lsin. Akamizni ham borayotgan qabrlarini keng qilib, yorug' qilib, qilgan solih amallari bilan munavvar aylagan bo'lsin. Parvardigor yer yuzidagi barcha musulmonlarni aziz mukarram qilgan bo'lsin. Bi rahmatika ya arhamar rohim. Birodarlar, endi bandachilik bilan mabodo bir kamchiliklari bo'lsa Alloh uchun kechirib, mana shunday muborak Ramazon oylarida Alloh har kuni kechirib turganda, har lahzada kechirib turganda biz ham bir kechirimli bo'lishimiz kerak. Agar mabodo moliyaviy oldi berdilari bo'lsa, inshaalloh ukalarimizga bemalol